Xo'sh, mana ikkita trekker olib qolganmiz. Bittasiga oq trekkerimizga propan, qora trekkerimizga metan qo'yib beryapmiz. Kimga bu video qiziq bo'lsa, trekkeri bor do'stingizga jo'natib qo'yishingizni maslahat beramiz. Xo'sh, metan qo'yadigan trekkerimizga 3 ta 30 talik balon qo'yib beryapmiz. Yangi upakovka balonlar. Bagajingiz ham shunday qoladi. Mana shu poligimiz salgina ko'tariladi. Shu holatda akkurat yig'ib joylashadi. Trekker mashinamizga mana original jihozlarda metan qo'yib berilyapti. Reduktorimiz X original reduktor. Xo'sh, farsunka bering. Farsunkamiz Royal italyanskiy farsunka. Xo'sh, miya boshqaruvi Avansi 32 ga 4. Miya boshqaruvi bilan akkuratni qilib mana metan uстановка jarayoni ketmoqda. 3 ta 30 talik. Xo'sh, bu tomonda trekkerimizga propan qo'yilyapti. 47 talik tabletka balon, belaruskiy balon termoturkalar bilan oldi qismiga ham original jihozlarda miya boshqaruvi Avansi 32 ga 4. Royal italyanskiy farsunka и Nordic italyanskiy reduktorlar bilan akkuratni qilib uстановка qilib beryapmiz. Bu trekkerimiz 47 talik balon bilan o'rtacha 450-500 km yuradi. Bitta zapravka bilan 45 litr zapravka bilan. Bu trekkerimiz 3 ta 30 talik metan balonda 200 dan 300 km gacha yuradi. 200-250 saat ichida danliga 300 km yuradi. Propan qo'yiladigan trekkerimiz shahar ichida 400-450 km, danliga 500-550 km gacha yo'l bosadi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xohlovchilarga metan, xohlovchilarga propan qo'yib beramiz.